Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin biz iqtinoga bu hafta huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Iqtinoda Xitoy tajovuzchilari mingyush harakatlarini chekidan oshirmoqda mavzuli xabarimiz bo'ldi. Bu hafta ayrim 3 xabarimiz iqtinoda bo'ldi. Hammalarga ma'lumki, vatanimizga yangi Xitoy sekretari kelgandan keyin Qizil tashviqotnomadagi mingyush harakatlari jiddiy shaklda davom qilmoqda. Shundaqla Gumada zulmga qarshi qonliq voqea yuz berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Voqeada Naylik soqchi idorasining boshlig'i G'ayrat Mahmudning voqeada o'ldirilganligi oshkorlandi. Shundaqla Tailand turmasidan qochgan 10 nafar Uyg'urning tutilib qolganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Bu Uyg'urlar 19-sentabr turmadan qochgan bo'lib, 21-sentabr yana tutilib qolgan. Bu va buningdan boshqa xabarlarimiz iqtinoda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Bovay momaylarmı naqshi o'qishga selindi. Xitoy doiralari atalmış Millatlar İttifaqligi faoliyatlar nomida Sharq Turkistondagi Bovay momaylarni naqshi aytib usul o'ynashga majburlamoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining Qurban hayitini o'zlarining tavuz chog'ini bilan birlashtirib, Aqsu, Qashqar, Xotan qatorliq rayonlardagi Uyg'urlarni majburiy yig'ib, har qaysi ishlab chiqarish qurilish armiyalari rayonlardagi ko'chman Xitoy va Xitoy xodimlariga tajovuzchi kommunist Xitoyni madhiyalab atalmış Millat ittifoqligini kuylaydigan naqsha, itot, usul qatorliqlarni o'rinlatqizgan. 9-yilning 19-kundagi Xinjiang TV'ning buningga munosabatlik bergan xabarda Aqsu Unsudagi Uyg'ur dehqonlarining hayitning oxiriga ulashib kelgan Xitoylarning tavuz chog'ini mazgilda shu yerdagi Xitoy ishlab chiqarish qurilish armiyasining 10-diviziyasidagi Xitoy armiyalariga usul o'ynab naqsha o'qib bergan. Xitoy tajovuzchilari bu faoliyatni Uyg'urlarning o'z ixtiyorligi bilan elib borganligini bildirgan. Berilgan suratlik xabarda ma'lum bo'lishicha, bu xildagi faoliyat yana Xotan viloyatidami asabiylikni tugutish itot musobaqasi nomida elib berilgan bo'lib, islom dinining ba'zi ahkomlaridan zakot, saqol, islomiy yo'sinda kiyinish, diniy o'qitish qatorliqlar qattiq masxara va haqorat qilinganligi ma'lum. Xabarda berilgan ba'zi ko'rinishlarga qaraganda bu xildagi atalmış Millatlar Ittifoqligi asabiylikni tugutish, abadiy amallik degandek mazmunlardagi qizil tashviqotlik siyosiy vazifalarga tavallikdagi Uyg'urlar hammasi majburiy qatnashadigan bo'lib, bu faoliyatlarda 70-80 yoshlik buvay momaylarmi naqshi o'qib usul o'ynashga selingan. Xabarda yana yashangan bir buvay bu vaqtda to'xtalib, bu faoliyatda o'zining naqshi o'qib berganligini to'limi azoblangan bir qiyofatda so'zlab bergan. Faoliyatimizning qiziqin qarshi olindi. Men naqshi o'qib berdim. Xalq yaxshi suyunib ko'rdi. Men xursand bo'ldim. Xalqmi suyundi, yaxshilandim. Xitoy tajovuzchilari bu orqali Sharq Turkiston xalqining diniy aqidasi va milliy kimligini yo'q qilishni maqsad qilayotgan bo'lib, bu maqsadga yetish uchun rayondagi Uyg'urlarning turmush, ishlab chiqarish va boshqa kundalik faoliyatlarini ig'ir darajada ziyonga uchratayotganligi ma'lum. Postkamdagi 100 kunlik naqshi usul. Xitoy tajovuzchilari Postkam nahiyasidagi 16 yezi bozorda 100 kunlik adabiyot san'at nomida dehqon chorvachilarni har kuni kandga majburiy yig'ib olib, naqshi o'qish va usul o'ynashga salmoqda. Xitoy xalq to'ri Uyg'urcha kanalining bergan xabarda Postkam nahiyasidagi atalmış ilg'or madaniyatni avj oldirish, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyot yili faoliyatlarini keng qanot yoydirish, diniy asabiylikni tugutish qatorliq mazmunlardagi qizil tashviqot tusini olgan siyosiy vazifalar butun nahiya tavasidagi barliq dehqon chorvachi Uyg'urlarning oila turmushi va barliq ish faoliyatlarini umumyuzlik qoplaganligi xabar qilingan. Xitoy tajovuzchilari Postkam nahiyasi 16 yezi bozorda 100 kunlik adabiyot san'at nomida dehqon chorvachilarni har kuni kandga majburiy yig'ib olib, naqshi o'qish va usul o'ynashga salgan. Undan boshqa har qaysi tavallikdagi dehqon chorvachilarning orasidan 300 nafar kishini majburiy tanlab, naqshchi, usulchi va itotchi qatorliq guruh o'maklarni tashkillab, nahiya, yeza, kanit mahallalarda qizil mazmundagi san'at nomerlarini o'rinlatqizgan. Xalq to'rining bu vaqtda bergan xabarda diqqat tortilgan nuqta shuki, mushu yaqinqi 3 oyga yetmagan vaqt ichida har qaysi yezi bozor, kant mahallalarda ayrim holda 300 qitimdan ortiq dehqon chorvachilar san'at nomerlarini o'rinlatgan. Hatto yiroq chat joylardagi kanit mahallalarda faoliyat qitim sonining 300 ga yetishiga kafolatli qilingan. Xitoy tajovuzchilarining davlat bayrami yaqinlashishiga ergashib, bu faoliyatlarning texmo ching tutilib davomlashayotganligi bildirilmoqda.
Xitoy tajovuzchilari hech mazgilidimi zulmni to'xtatmadi. Yilda bir qitim keladigan muborak Qurban hayit harifasida butun dunyo musulmonlari o'zlari xohlagan shaklda hurlik va erkinlik ichida hayit tayyorliklarini qilayotgan bir paytda Sharqi Turkiston musulmonlarining Xitoy tajovuzchilari tarafidan yanada ig'ir darajadagi siyosiy vazifalarga majburlanmoqda. Yilda bir qitim keladigan muborak Qurban hayit harifasida butun dunyo musulmonlari o'zlari xohlagan shaklda hurlik va erkinlik ichida hayit tayyorliklarini qilayotgan bir paytda Sharq Turkiston musulmonlarining Xitoy tajovuzchilari tarafidan yanada ig'ir darajadagi siyosiy vazifalarga majburlanayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Uyg'urlarning madaniyat buyuklaridan biri bo'lgan Kucha nahiyasida 9-oyning 10-kuni Qurban hayitining harifi mezgilida Xitoy tajovuzchilari bu yerdagi Uyg'urlarni Millatlar Ittifoqligi do'stlik faoliyati nomidagi Uyg'urlarni besib, Xitoylarni ko'kka ko'taradigan, Uyg'urlarni usul o'ynatish, naqshi musiqa o'rinlatqilish orqali Oqqon Xitoylarning ko'nglini echishni maqsad qilgan atalmish Millatlar Ittifoqligi taraqqiyot yili faoliyatini o'tkazishga majburlagan. Bu orqali Xitoy tajovuzchilari Qurban hayitidan bir necha kun keyin keladigan o'zlarining tavuz chog'ini Uyg'urlarga tabriklatkizib, bu yerdagi manqurt Xitoylarning doim andishib turayotgan ko'ngliga tasalli bermoqchi bo'lgan. Tangritog' to'rining 9-oyning 18-kuni bu vaqtda bergan xabarda Kucha nahiyasining Xonqatam yezisida 9-oyning 10-kuni Qurban hayitiga bir kun qolgan kunida Xitoy tajovuzchilari yezi tabalikida umumyuzlik o'rinlashtirish elib berib, tabalikdagi Xitoylarni Uyg'urlar orasiga kirishtirma shaklda o'rinlashtirib, sahna hozirlab, dehqonlarni bularga atalmish Millatlar Ittifoqligi mazmun qilingan nutq so'zlash, zehn sinash, adabiyot san'at numurlarini o'rinlab berishga majburlagan. Undan boshqa atalmish do'stlik faoliyati nomida har bir Uyg'ur oilasi bilan bir Xitoy oilasini do'st bo'lishga majburlab, Xitoylarni Uyg'urlarning uylarida mehmon qilib kutib olishga o'rinlashtirgan. Shundaqla barliq faoliyat jarayonida kishilarning tizilish, o'ltirish qiyofatlarida ikki Uyg'urning orasida bir Xitoy, ikki Xitoyning orasida bir Uyg'ur qilib o'rinlashtirib, mangu amalga oshmas tushini amalga oshirmoqchi bo'lgan. Qurban hayit mezgilida Xitoy tajovuzchilarining yuqorqidek bema'ni siyosat va zulmlarni to'xtatmasdan texmi ziyoda jinoyatlarni ishlash natijasida Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning jonni alqonga ilib qo'yishdan boshqa chorasi qolmaganlikdan ba'zi axborotlarda oshkora bo'lgandek, mushundaq muborak hayit mezgildimi Guma, Qog'iliq qatorliq joylarda chekidan oshgan zulmga qarshi ko'z oldidagi o'limga oldini qilgan boturlarcha qahramonlarning maydonga chiqayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Uyg'ur va Tibet tashkilotlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldida namoyish o'tkazdi. Yevropada yashayotgan Uyg'ur va Tibetlardan tashkil topgan minglagan kishi Shveysariyaning Janva shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldida Xitoyga qarshi birlashma namoyish o'tkazdi. Yevropada yashayotgan Uyg'ur va Tibetlardan tashkil topgan minglagan kishi Shveysariyaning Janva shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldida Xitoyga qarshi birlashma namoyish o'tkazdi. Namoyish Birlashgan Millatlar Tashkiloti 33-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'ini ichilayotgan vaqtga to'g'ri keldi. Dünya Uyghur Qurultiyi va Xalqaro Tibet harakati birlikda uyushtirgan bu namoyish 16-sentabr tushdan burun soat 11da boshlanib, soat 15:30gacha davom qildi. Namoyishga Uyg'ur va Tibet faoliyatchilari, Yevropadagi Uyg'ur va Tibet davosini qo'llaydigan kishilik huquq tashkilotlari va parlament a'zolari, shundaqla Germaniya Turk Demokratlar birligi qatorliq Yevropadagi turk tashkilotlaridan bo'lib 2000 ga yaqin kishi qatnashdi. Bu faoliyatdan bir necha hafta burun Dünya Uyghur Qurultiyi o'z to'rbetida bu qitimliq namoyish haqida bayonot e'lon qilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim Dünya Uyg'urlarga namoyish chaqiriqi qilgan edi. Egilishimizcha namoyishchilar oldi bilan Janva shahridagi Palas Wilson degan joydan yo'lga chiqib, 2 kilometrlik masofani besib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosining oldiga kelib to'xtagan. Ular qo'llarida Uyg'ur va Tibet bayroqlarini, shundaqla har xil shuarlar va Xitoyning besimi aks ettirilgan rasmlar tushirilgan plakat lozunkalarni ko'tarib, Xitoyga qarshi shuar to'lab mangan. Ular Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldidagi fuqarolarga qurolliq zo'ravonlik qilishning simvoli bo'lgan sunuq o'rindiq yeniga bargoh qurgan. Bu yerda Dünya Uyg'ur Qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim, Tibet tashkilotining vakili, Yevropa parlamentining Uyg'ur Tibetlarni qo'llaydigan ba'zi a'zolari, Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari nutq so'zlab, Xitoyning kishilik huquq xotirasi va uning Sharq Turkiston, Tibet rayonlaridagi siyosiy, diniy bostirishni tanqid qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotidan nupuzini qo'llanib Xitoyga bostirishni to'xtatish haqida besim qilishni talab qilgan. Ular Xitoydek bir diktator hokimiyatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lish salohiyatining yo'qligini ilgari surib, Birlashgan Millatlar Tashkilotidan Xitoyning bostirish siyosatini to'xtatish haqida Xitoyga besim qilishni talab qildi.
Egilincha bu qitimqi namoyishga Germaniya, Gollandiya, Belgiya, Shvetsiya, Norvegiya va Fransiya qatorliq davlatlardan kelgan Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilar bo'lib, ko'p sonli kishi ishtirok qilgan. Gollandiya qatorliq davlatlardagi Uyg'urlar maxsus avtobus o'rinlashtirib Janvaga kelgan. Namoyish oxirlashgandan keyin Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, Rabiya Qodir xonimning xo'shlish nutqini anglagan va xotir rasmga tushgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengash yig'ini echilayotgan vaqtda o'tkazilgan bu qitimqi namoyish dunyo taratqullarining diqqatini tortdi. Sharq Turkistonda masjidlar chiqilishga boshladi. Sharq Turkistonning Qashqar viloyatiga taba har qaysi nahiyalarda masjidlar chiqilmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda elib berayotgan diniy milliy jihatdagi yo'qotish xarakterli cheklama va assimilyatsiya siyosatlarini shu qadar vahshiylik bilan rahimsizlarcha yurgizayotgan bo'lsa-mu, lekin bu yerdagi musulmon xalqning minglarcha yuz yillardan beri davomlashib kelayotgan aqida e'tiqodidan tavirtalmay kelmoqda. Milliy kimlikni tubdan yo'qotishni maqsad qilgan qonun siyosatlarimi aqida, diniy va milliy madaniyat sababidan unumli bir natijaga erisholmay qolmasdan, balki ko'plagan qarishliqlarga duch kelmoqda. Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarni tubdan yo'qotish siyosatlariga eng chong to'salg'u bo'layotgan narsaning faqat islom dini ekanligini tunib yetgan bo'lg'achqa, yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistondagi har qanday holatdagi diniy o'qitish, diniy an'ana, diniy tus olgan har qanday harakat, yurish-turish va kiyim-kechaklarni umumyuzlik cheklab, bir oz diniy aqidasi bor bo'lgan Uyg'urlarni qattiq nazorat ostiga olgan. Undan boshqa ilgari saqal qo'ygan, yog'liq o'rgan masjid imomlarining orqasida namoz o'qimagan yoki ma'lum sabablar bilan ayrim namoz o'qiganlarni turmalarga solab, muddatlik yoki muddatsiz qamoqlarga hukm qilib kelgan edi. Ijtimoiy aloqa detallarida ma'lum bo'lgan xabarlarda Sharq Turkistonning Qashqar viloyatidagi har qaysi nahiyalarda diniy ibodat so'rovlarini ixchamlash nomi bilan har qaysi kentlardagi mahalla masjidlarini chiqib, kent davasida bir yoki ikki masjidning bo'lishiga ruxsat qilganligi ma'lum bo'lgan edi. Qashqar viloyatiga qarashli har qaysi nahiyalarning kentlarida aslida 3-4 dan 8-10 gacha masjidlarning borligi ilgari surilmoqda. Sharq Turkiston xabar markazining bu vaqtda egallagan uchurida Yangisar nahiyasida mushu 8-oydan boshlab namoz o'qiydigan jamoati 15 ga yetmagan masjidlarni chiqishni qaror qilganligi va bu qarorni amaliylashtirilayotganligi bildirilgan. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistondagi masjidlarni kontrol qilishni qattiq kuchaytirgan bo'lib, Uyg'urlar orasidan partiya a'zosi 18 yoshga to'shmagan o'smirlar, ishchi xizmatchilar, boshqa hukumat xodimlari, beshti kapolat oilalari, hukumat tarafidan atalmish yordam qilingan oila va kasb egalari, ayollar, shu tabalikda o'ltirishib bo'lmagan kishilar qatorliq bir bo'lik kishilarning har qanday ahvolda masjidlarga kirishini cheklab, bo'ysunmaganlarni ig'ir darajadagi iqtisodiy jazo va ma'muriy yoki siyosiy jazolar bilan jazolab, masjidlarni jamoatsiz qo'yish orqali bugünkidek masjidlarni chiqib yo'q qilishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun tirishib kelgan edi. Gumuda zulmga qarshi qonliq voqea yuz berdi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan zulmining kundan kunga eshib berishiga ergishib, bu zulmga qarshi elib berilayotgan fidoilik harakatlari texmo avj olmoqda. Erkin Asiya radiosi inglizcha bo'limining bergan xabariga qaraganda, shanba kuni Gumun oilasining Ko'kterak degan yerida Xitoy soqchilari bir uyga bostirib kirganda uy ichida portlash yuz bergan. Turib Abbas ismli Xitoy soqchisining Erkin Asiya radiosiga bildirishicha, soqchi boshlig'i va 3 soqchini o'z ichiga olgan 4 Xitoy soqchisining o'lganligi ma'lum. Xabarda soqchilar uyga kirganda uyda boshqa kishilarning yo'qligi bildirilgan. O'xshash xabarda yana Gumining Muji degan yeridami portlash yuz bergan bo'lib, bu portlashda 45 yoshli G'ayrat Mahmud ismli Xitoy soqchisining o'lganligi tilga olingan. Bu voqea Sharq Turkistondagi Xitoy partikomining sekretari Chen Chuango huquq topshirib bir oy bo'lmasdan yuz bergan bo'lib, uning texmo vahshiylik bilan rahimsizlarcha yurgizmoqchi bo'lgan siyosatiga berilgan qattiq bir signal bo'lib hisoblandi. Chen Chuango huquq topshirib eliblar atisi razil maqsadlarini ishga oshirish uchun elib bormoqchi bo'lgan bir qator siyosatlarni e'lon qilgan edi. Bu siyosatlarning ichida hamma joyni ola qo'ymaslik, masala va ziddiyatlarni bir holatda tugutish, chala qo'ymaslik, yuchiq qoldirmaslik, muqimlik bilan munosibatsiz rayon, o'rin va odam bo'lmaslik degandek eng bema'ni va eng uchiga chiqqan asabiy qirg'inchilikni maqsad qilgan siyosatlarmi bor edi. Shundan keyin odam o'ltirmaydigan uydan tortib, har qanday o'rin va shaxs qattiq tekshirish obyektiga aylanganligi ma'lum. Voqea yuz bergandan keyin 21-yezining bosh sekretari yakshanba kuni Ko'kterakdagi kishilarning hammani butun yig'ib, yig'in ochgan.
Yig'inda bu voqea to'g'risida hech kimning hech nima demasligi, kim bu voqea to'g'risida bir narsa desa, qattiq bartaraf qilinadiganligi to'g'risida tahdid xarakterida o'rinlashtirish elib borgan. Erkin Asiya radiosining yana fikrlab egallagan xabariga qaraganda, Mehmet Ali ismli bir saqchi Ko'ktirak kentidagi portlagan uyning egasi siyosiy bo'lgunchi deyilib Xitoy turmasida yotgan ekan, hamda nuqtaliq nupus qatorida muomala qilinib, saqchixona tarafidan chaqirtilib turadigan kishi ekanligi, o'zining bo'lsa nahiya ichidagi bir texnik maktabning yanida tiz tomoqxona nomida oshxona ochadiganligi, voqea yuz bergandan keyin ularning nada ekanligini hech kimning bilmaydiganligi, undan boshqa voqeada 3 saqchi yaralangan bo'lib, doktorxonaga elib berilgandan keyin o'lganligidek bir qator masalalarni oshkor qilgan. Xitoy tajovuzchi doirlar bu haqda hech qanday bir ifoda bildirmagan bo'lib, voqeani xalqaro jamoatchilikdan yushirib kelmoqda. Tayland turmasidan qochib ketgan Uyg'urlar yana tutilib qoldi. Taylandning Nongxay o'lkasidagi bir turmadan 9-oyning 19-kuni 10 nafar Uyg'ur qochib ketgan bo'lib, xabarlarda ularning 21-sentabr tutilganligi xabar qilindi. Taipibis nomli inglizcha xabar torining ma'lumotida dushanba kuni kechida Taylandning Nongxay o'lkasidagi bir turmada chegaradan qonunsiz kirganlikka ilgari surilib tutib turilayotgan Uyg'urlardan 10 nafar Uyg'ur eshikni buzib chaqqandan keyin bu turmadan qochib ketgan. Saqchilar bo'lsa, ular qochib bo'lgandan keyin ondan bu ahvoldan xabar topgan. Munosabatli saqchilarning tushuncha berishicha, u kuni qattiq yomg'ir yig'ib, havo temperaturasi tuvallab, mas'ul 4 nafar saqchining shu o'rindagi bir bo'lik chet elliklarni 4-rayondagi ko'chmanlar idorasiga o'tkazayotgan mushundoq bir qulay fursatdan foydalanib qochib ketganligini bildirgan. O'xshash manbadagi xabarda chegaradan qonunsiz kirganligi uchun tutib turilayotgan turmadan qochib ketgan 10 nafar Uyg'urning 21-sentabr tutilganligi xabar qilinib, tutilgandagi naq maydon suratlari birlikda berilgan. Xitoyning dahshatli bostirish va ig'ir darajadagi zulmlari sababidan 2013 va 14-yillari o'z vatanlarini tashlab qochib chiqqan bir turkum Uyg'ur turklari Tayland hukumati tomonidan chegaradan qonunsiz o'tgan deyilib tutilgan va 100 dan ortiq Uyg'ur xalqaro jamiyatning noroziligiga qaramasdan 2015-yili majburiy Xitoyga qaytarilgan edi. Qilib qolganlar bo'lsa, hech qanday ifoda bildirilmasdan hozirgacha tutib turilayotgan bo'lib, Tayland saqchilarining qo'pol muomalari va jismoniy jazolar sababidan bundan necha oy ilgari umumyuzlik ochliq e'lon qilgan. Shundan keyin Tayland hukumati ularni maxfiy bir o'ringa yo'tkab, ularning sirt bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlagan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitoyda kishilik huquq degan temada maxsus yig'in ochildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida ochilgan Xitoyda kishilik huquq degan temadagi yig'inda Uyg'ur kishilik huquq masalasi o'tirg'a qo'yildi. 9-oyning 19-kuni dushanba Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'tkazilgan Xitoyda kishilik huquq degan temada maxsus yig'in ochilgan bo'lib, bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dulqin Aysa apandi taklif bilan qatnashgan. Bu 9-oyning 13-kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 18 kun davomlashadigan 33-navbatlik yig'ini ochilib bir payt bo'lib, Xitoyda kishilik huquq nomli bu yig'inga bir qism davlatlarning diplomatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, mutaxassislar va muxbirlar qatnashgan. Undan boshqa Xitoy tajovuzchilarining salohiyatini oshkorlashni xohlamagan 3 nafar xodimmi qatnashgan. Yig'inda Xitoy tajovuzchilari yurgizayotgan diniy va milliy zulmlar asos qilib o'tirg'a qo'yilgan. Yig'inda Dulqin Aysa apandimiz so'z qilib, Xitoy kommunist tuzumi ostida Uyg'urlarning diniy erkinliklarining besimiga uchrashi degan temada doklad berib, Uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan masalalari va Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini yig'in ahliga anglatgan. Yig'in yana ilhom to'xti masalasini o'tirg'a qo'yilib, butun dunyodagi kishilik huquq tashkilotlarining ilhom to'xtini qo'llashi talab qilingan. Dehqonlarga beliq beqish vazifasi qo'yildi. Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistonning Yakan nahiyasida dehqonlarga ranglik beliq beqishni siyosiy vazifa qilib o'rinlashtirdi. Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistonning Yakan nahiyasida dehqonlarga ranglik beliq beqishni siyosiy vazifa qilib o'rinlashtirgan. Yakan nahiyasi Sharqi Turkistonning eng qadimiy madaniyat markazlaridan biri bo'lib, Uyg'urlar tarixida muhim o'rin tutadigan Saidiya xonligining markaziy shahri va poytaxti bo'lib kelgan edi. Yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkistonning har qaysi rayonlarida Xitoyning tajovuzchiligi va chekidan oshgan zulmlarga qarshi elib berilgan keng ko'lamli qarshilik harakatlari kun sayin avj olib, o'ltirman desang to'shqanmi tipirlaydi degandek jondan to'ygan xalq imkoniyati yor berganicha o'z qarshiligini ifodalab kelmoqda. Bu qarshiliklar ichida Yakan xalqining tajovuzchilarga bergan zarbasi alohida o'rin tutgan bo'lg'achqa, Xitoy tajovuzchilari bu nahiyani markaz qilib, qattiq boshqarish, qattiq zarb berish nomi ostida dehqonlarning 24 soatlik turmush tartibini o'zlari xohlagan shaklda sistemlashtirmoqda. Kunduzlari tugumas yig'in va hasharlar orqali Uyg'ur dehqonlarga tegudek aromchilik bermay kelgan bo'lsa,
Əmdilikdə ətigan axşamlardakı arsaldı vaqtlarını boş qoymay, zulm və təcavüzçülük haqqında o'ylanishqimi fursat bermaslikni maqsad qilib, oilada beliq beqishdan iborat bu o'rinlashtirishni butun dehqonlarga majburiy holda siyosiy vazifa qilib yuklagan. Bundan keyin davomli shu beliqni beqib ekan. Davomli huzurlanib shuniki huzurini kiza. Men badilib shundan taqilmoqchi oldim endi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi asosli tashviqot vositalaridan biri bo'lgan Xinjiang TV bu vaqtda xabar bergan. Berilgan xabarning mazmunidan qaraganda, Yakan noyisdagi yangi uy qurilishi to'lqinda uylari cheqilib, panohlangudek tuzuk uygimi ega bo'la olmayotgan dehqonlarga ranglik beliq beqishning ko'ngil ochish va ruhiy oromchilik jihatdagi foydalari to'g'risida keng turda tashviqot elib berib, barliq dehqonlarni oilasida cho'ng-kichik dos va to'nglarda beliq beqishga o'rinlashtirgan. Hamda buni bir siyosiy vazifa sifatida ching tutib, tavallikdagi atalmish xizmat guruhlari tomonidan uyma-uy tekshirish elib berilib, surishtisi qilingan. Berilgan ko'rinishlardagi beliq boqquchi oilaning vayroni tomlari, ho'yildagi qalaymaqonchiliklar bu oilaning beliq beqishga emas, balki illiq bir uyga naqadar muhtoj ekanligini ko'rsatib tursa-mu, ammo uy egasi zulm va besim sababidan yanada beliq beqishning foydalari haqida zo'rmi-zo'r so'zlashga majburlangan. Bu menfaati yo'q bu binosiningki. Bu kadar bıx bo'ldigan bilan buni bosh ish qilmasak olmaydi ekan. Bundan menfaat kelmaydi deb biz uni baqqala tazminlagan, baqqala qaslamagan. Bu baqqala hafta bo'ldi, endi bo'lganning o'zi bizlar shu kunda shu bunda baqa qilgan chog'da chipmish, bunimizni avalam yo'q, balıqlar qalab. Ish pishig'ini chiqardik. Avstriyada yog'liq ortgan Uyg'ur ayol hujumga uchradi. Avstriyaning poytaxti bo'lgan Viyana shahrida 9-oyning 19-kuni atiganda Shahribon ismli bir Uyg'ur ayol noma'lum kishi tomonidan hujumga uchradi. Dushanba kuni saharda Viyana shahrining 10-rayonida o'ltirdigan Avstriya vatandoshligidagi Sharq Turkistonlik 51 yoshli Uyg'ur ayol Shahribon kundalik odati bo'yicha uydan chiqib mahallasidagi bog'chadan o'tganda 25-30 yoshlar atrofidagi bir kishi orqa tarafidan tuyuqsiz qattiq urishga boshlagan. Bosh qismiga tekkan qattiq zarbalardan Shahribon xonim yerga yiqilgan. Bu vaqtda atrofdagi binoda o'ltirgan bir kishining qattiq varqirishi bilan hujum qiluvchi naq maydondan qochib ketgan. Keyin Shahribon xonimning chaqirishi bilan yetib kelgan yo'ldoshi Mahmud xonimini doktorxonaga elib kelgan. Shahribon xonimning bosh qismi yaralangan bo'lib, badanining boshqa qismlari ko'kirib ketgan. Doktorxonaga keltirilgandan keyin bosh qismidagi yarasi 2 ipliq qilib tikilgan. Shahribon xonimning Anatoliya agentligi muxbiriga bildirishicha 30 yildan beri Viyanada yashab kelayotgan bo'lib, shu yerdagi pochtaxonada ishlayotgani 28 yil bo'lgan. Hujumga uchragan kuni doim ishga berib kelishda o'tadigan ko'chada ketayotganda tuyuqsiz hujumga uchragan. Xonimning aytishicha, hujum qiluvchi to'xtamasdan bosh qismiga urgan. Yiqilgandan keyin urishdan to'xtab qolmagan. O'zi bak qo'rqib ketganlikdan damonliqqa varqirab boshqalarni yordamga chaqira olmagan. O'zini qo'g'dash uchun tirishib boqqan bo'lsa-mu, kuchi yetmagachga qarish tarafning barmoqlarini tishlab olgan. Xonim hujum qiluvchining maqsadi haqida to'xtalib, hujum qiluvchini hargizmi o'zini bulashni maqsad qildi deb qaramaydiganligini, balki beshiga yog'liq chekkanligi uchun o'ziga zarb berishni maqsad qildi deb qaraydiganligini aytgan. Böyle bir olay başıma ilk defa geliyor. Dün sabah evden işe gitmek için her zaman kullandığım yol üzerinde giderken birdenbire arkamdan bir koşturma hissettim, koşturma sesi. O anda daha arkamı dönmeye fırsat olmadan kafama bir darbe hissettim. Sürekli kafama vuruluyordu. O ara ben yere düştüm. Gene yere düştüğüm halde gene sürekli kafama, yani sırf hedefi bendim. Sürekli yani kafama vuruyordu. Başka bir yerime değil. Sadece kafama vuruyordu. Ellerimi bile ısırdı yani o anda. O anda yani ben seslenemedim. Sesimi çıkaramadım. Belki o anda bir şok yaşadım diyebiliriz yani. Şok yaşadım. Sesim sonradan sesimin çıktı. Sonradan bağırarak yardım istedim. Hani amacı sırf bana zarar vermekti. Belki de beni öldürmeye kastetti. Çünkü o anda çantam düştü. Çantama hiçbir şekilde müdahale etmedi. Sırf bana şeydi. Sadece benim kafama vuruyordu yani. Sadece kafama vuruyordu. Canıma kastetmek istedi. Hani amacı belki sırf bana zarar vermekti yani. Benim kafama vurmasının şeysi de oydu yani.
Viyanada taksichilik qilgan eri Mahmud bu to'g'risida mundoq dedi. Men xabarni anglab ayolimning yeniga kelsam, yuz ko'zlari qoniga bo'yilib ketibdi. Saqchilar hujum qiluvchini izlayotgan bo'lsa-mu, ammo biz uni tafsili tasvirlab bera olmagachga hozirgacha tutilmadi. Ayolimning yorilish ahvolini adliyalik tekshirishdan o'tkazgandan keyinmi, hujumchini tonimaganligimiz uchun kim ustidan ariz qilishimizni bilolmadik dedi. Undan boshqa yana qo'shimcha qilib, bu kunlarda Avstriyada bu xildagi irqchilik hujumlarining ko'payib kelayotganligini doim degida ko'rib turayotganligini, bu xil qilmishning to'limi razil bir qilmish ekanligini, xonimini yarlandırgan hujumchini saqchilarning to'xtamay izlayotganligini bildirdi. Telefonu açtım, eşim tam anlaşılmıyordu ama başına geldiğini hemen anladım. Hemen apar topar evden çıktım. Gittim baktım, eşim üstü başı kan olmuş, yüzünden kan akıyordu. İşte bir saldırıya uğradığını anlattı bana. O anda ben de sakin olmaya uğraştım. Hemencik direktmen polisi aradım. Arkasından polisi söyledim, böyle işte eşim saldırıya maruz kaldı diye. Polis sağ olsunlar çabuk geldi, 3 dakikanın içinde geldiler. Tabii ambulansı da aramıştım. Geldiler, olayı işte sorguladılar. Yalnız işte ne yazık ki görgü tanığı yoktu yani. Olsa bile çok uzaktandı ve saldırganı da yakalamak yani mümkün değildi o anda. Şimdi ben polis değilim, bilemiyorum ama neticede yani işte eşim böyle çok yani ağır darbe maruz kaldı. Üzülüyoruz. Şimdi biz demokrasiye inanan bir kişileriz yani. Hele bir Avusturya'da bize bunu öğrettiler. Ama bakıyoruz ki burada ırkçılık, burada faşistlik gittikçe, hele bir de başörtülü oldun mu, bir de Türk oldun mu, tamam mı, gittikçe her gün artmaya başlıyor. Biz bunu hissediyoruz. Biz bunun farkındayız biz. Çünkü biz bu toplumdan ayrı yaşamıyoruz biz. Ama böyle olunca bu sefer çocuklarımızın yani geleceğinden de endişeleniyoruz. Yani biz yani açık konuşmak gerekiyorsa bütün burada Türk kardeşlerime, yurttaşlarıma da sesleniyorum. Yani endişeleniyoruz yani. Ben sadece kendi adım için konuşmuyorum burada. Xitoyning organ atkazchiligiga qarshi namoyish o'tkazildi. 9 ayning 16 kuni Xitoyda qonunsiz holda elib berilayotgan ichki a'zo elib setish qilmishlariga qarshi bir guruh kishilar Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida to'plashib namoyish elib bordi. 8 ayning 16 kuni Xitoyda qonunsiz holda elib berilayotgan ichki a'zo elib setish qilmishlariga qarshi bir guruh kishilar Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldiga to'plashib namoyish elib bordi. Bu namoyish Xitoyda qonunsiz holda oshkora elib berilayotgan organ atkazchiligining to'xtatilishi, insonlarning qonunsiz bo'lgan bu qilmishlarini fosh qilish hamda uni cheklash maqsadida uyushtirilgan bo'lib, Xitoy doiralarining 1999-yildan boshlab qonun chiqarib cheklagan bu qilmishining hech bir to'xtab qolmasdan davom qilayotganligiga qarata 30 kishidan tarkib topgan bu namoyishchilar norozilik bayonoti e'lon qildi. Bu namoyishda Xitoydagi qonunsiz qilmishlarga qarata xalqaro jamiyatlarning diqqatini tortish uchun bayonot e'lon qilib so'z qilgan Samra Shanar xonim mundoq dedi. Bugun bizning bu yerda to'planib namoyish qilishga maqsadimiz 17 yildan beri saqlanib va davomlashib kelayotgan bu razil qilmishni kishilarga bildirish uchundir. Xitoyda 17 yildan beri ichki a'zo savdosining qonunsiz holda davomlashib kelayotganligi, shuningdek bu yo'tkilayotgan ichki a'zolarning gunohsiz ma'sum insonlarning ichki a'zolari ekanligi haqiqatdir. İchki a'zolari elib olingan bu insonlar bo'lsa, Xitoy kommunist tarafidan chatki qilib e'tiborsiz muomala qilinmoqda va a'zolari yo'tkalmoqda. Xitoy miqyosida davom qilayotgan bu organ atkazchilik qilmishi hech qachon to'xtab qolmasdan davomlashib elib setilmoqda. Bu qat'iy to'xtatilishi kerak. Xitoydagi cho'ng doktorxonalarning million dollarlik mablag'ga erishish uchun nurg'unlagan insonlarning ichki a'zolarini elib u orqali sistemalashgan bir shaklda savdo tijorat qilayotganligini butun dunyo bilishi kerak. Bu namoyishchilar Xitoyning Falun Gong tariqatini qo'llaydigan turklar bo'lib, Xitoyning Falun Gongchilar ustidan elib borgan bostirishlarni tanqid qildi va namoyishni Falun Gongchilarga o'xshash ikki qo'lni burnining uchiga qo'yib, ko'zlarini yumib sukut turish bilan boshladi. Namoyishda bayonot o'qigan Samra Shanar xonim organ atkazchiligini darhol to'xtatish kerakligini bildirdi va Falun Gongchilarning organlari, ya'ni ichki a'zolari setilish maqsadida o'ldirilganligini ifodaladi. Samra Shanar xonim mundoq dedi: Rasmiy raqamlarga asoslanganda 3700 nafar Falun Gongchining ichki organlarini setish uchun o'ldirilganligi bildirildi. Bu zulmning to'xtatilishi uchun dunyoning har qaysi joylaridan to'plangan 1.500.000 kishining imzosi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yetkazildi. Bu vaqtda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa parlamenti Xitoyga bu qilmishlarni to'xtatish uchun buyruq tushirdi
Bugun butkul dunyoda Falun Gongchilar bu zulmni dunyoga anglatish uchun jiddiy xizmat ishlayotdi. Bu masala bir kishilik huquq masalasidir. Yevropa ittifoqi yana Xitoyning tishiga tegdi. Yevropa ittifoqining Dalay Lamani qabul qilishi Xitoyni qattiq bearam qildi. O'zini bilolmagan Xitoy bu ish uchun cho'qim hisob oldiganligini bildirib tahdid soldi. Yevropa ittifoqining Dalay Lamani qabul qilishi Xitoyni qattiq bearam qildi. Tibetning ruhoniy rahbari Dalay Lama Yevropa ittifoqi qilgan 14-qitimliq ziyorati jarayonida Fransiyaning Strasburgda Yevropa parlamentining rasmiy qabul qilishiga erishgan. Bu ishdan keyin Xitoy tajovuzchilari o'ltira olmay qolgan va Yevropa ittifoqidan bu ish uchun cho'qim hisob oldiganligini bildirib tahdid solgan. Reuters agentligining bu vaqtda bergan xabarda Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, Yevropa ittifoqining bu qilmishiga qarata har qanday hozirliklarga tayyor ekanligini tilga olgan. Bu ziyoratdan ilgari Xitoy tashqi ishlar ministrligi Yevropa ittifoqining Xitoy tarafidan terrorchi deb qaraldigan Dalay Lamani qabul qilmasligini, agar qabul qilsa Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning munosabatlariga qaytadan qarab chiqadiganligini aytgan edi. Biroq Yevropa parlamenti Xitoyning bu talablariga pisand qilmasin, Dalay Lamani qabul qilib, Xitoyning yuragiga bir mush urdi. Dalay Lama Strasburgda so'z qilib, Xitoy tajovuzchilarining zulmlari, Tibetdagi kishilik huquq masalalari haqida to'xtalib, Tibet masalasining Yevropa kun tartibidan tushib qolmasligini, shundaqla Tibetliklarning Xitoy ishg'olidan qutulishi uchun yordamda bo'lishi kerakligini bildirdi. Urumchida Osiyo Yevropa ko'rgazmasi boshlandi. 5-navbatlik Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 9-oyning 20-kuni Sharq Turkistonning Urumchi shahrida ochildi. Xitoy tajovuzchilari tomonidan uyushtirilgan 5-navbatlik Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 9-oyning 20-kuni Sharq Turkistonning Urumchi shahrida ochildi. Bu ko'rgazmaga ko'p qism davlatlardan sayohatchilar va davlat xodimlari qatnashdi. Xitoydagi asosliq axborot vositalarida bu haqda tafsiliy xabarlar berilgan bo'lib, bu xabarlarning o'ramidan qaraganda xalqaro bu faoliyatni o'zi uchun tashviqot fursati deb bilgan Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan assimilyatsiya va irqiy zulmlarni pardozlab ko'rsatgan tashviqotlarni kuchab tashviq qilishga boshladi. 20-sentabr tushdan burun Urumchidagi xalqaro ko'rgazma markazida Osiyo Yevropa ko'rgazmasi va Osiyo Yevropa iqtisod taraqqiyot hamkorlik munbirining ochilish marosimini o'tkazgan. Bu qatimqi ko'rgazmaga Arab Birlashma Xalifaligi iqtisod ministrligining muavin ministri Abdullah Salis, Turkiya iqtisod ministrligining muavin ministri Fatih Metin qatorliqlar qatnashgan bo'lib, Fatih Metin Xitoy tajovuzchilari tomonidan Sharq Turkistonga rais qilib belgilangan Shuhrat Zokir bilan ko'rishib suhbatda bo'lgan. Shuhrat Zokir ko'rgazmaga kelgan har qaysi davlatning vakillarini qarshi elishda so'zlagan so'zida Sharq Turkistondagi atalmish millatlar ittifoqligi va abadiy aminlik haqida to'xtalib, Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilari tomonidan nihoyat yaxshi muomalaga uchrayotganligi, xalqning boy-boy yashab yashayotganligidek saxta afsonalar bilan to'lgan Sharq Turkiston realligida aslo tepilmaydigan safsatlarni so'zlab o'tgan. Tag'irtaq to'rining xabariga qaraganda bu faoliyat to'g'risida Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda Xitoycha, Uyg'urcha, Qozoqcha televiziya kanali, Xitoycha, Uyg'urcha, Qozoqcha, Mo'ng'ulcha, Qirg'izcha radio kanali ochgan. Undan boshqa bu faoliyat jarayonida yana muqam ta'sirotlari atalmish Xitoy chet el madaniyat haftaligi nomida yana bir qancha faoliyat uyushtirganligi ma'lum. Bu ko'rgazma 20-sentabrdan 26-sentabrgacha davomlashadi ekan. Xitoyning davlat egiligidagi cho'ng shirkati vayron bo'ldi. Xitoy tajovuzchilariga qarashli davlatlik cho'ng shirkatlardan biri bo'lgan Guangxi Ranglik Metal guruhi shirkati og'ir qarz sababli vayron bo'ldi. Xitoy tajovuzchilariga qarashli davlatlik cho'ng shirkatlardan biri bo'lgan Guangxi Ranglik Metal guruhi shirkati bundan 9 oy burun o'zining vayron bo'lganligi to'g'risidagi iltimos dokumentini Xitoyga sungan edi. Bu hafta ichida Xitoy bu shirkatning rasmiy vayron bo'lganligiga doir tasdiqni e'lon qildi. Bu Xitoydagi iqtisodiy krizis to'g'risidagi ba'zi andishlarning rasmiy amaliyotga aylanishi bo'lib hisoblandi. Vayron bo'lgan bu shirkat Xitoy davlat ig'dorchiligidagi guruhlashgan cho'ng shirkatlarning biri bo'lib, uning vayron bo'lishining boshqa shirkatlarga o'xshamaydigan tarafi shuki, uning har qaysi banklar aro bo'lgan munosabatlardagi qarzi 2,2 milliard dollarga yetganligi uchun vayron bo'lganligini jakarlagan. Uning vayron bo'lishi Xitoy ilikidagi cho'ng shirkatlar ichidagi tunji qitimqisi bo'lib hisoblandi. Guangxi Ranglik Metal guruhi shirkati aslida yerlikdagi hukumatlarning har jihatdagi iqtisodiy yordamlari va kuchli qo'llashi bilan taraqqiy qilib zo'raygan bir shirkat edi. Yaqinqi mezgillardan boshlab Xitoy iqtisodining uzluksiz tuvallishiga ergashib, Xitoy doiralari ilgariki ojiz kichik shirkatlarni qo'llash va mablag' bilan ta'minlash siyosatini o'zgartib, bu jihatdagi nazarini cho'ng shirkatlarga qaratgan bo'lg'achqa,
iqtisodiy kuchi bir qadar ojiz bo'lgan ba'zi shirkatlarning vayron bo'lish qadamini tezlatgan. Iqtisodshunoslar orasida bundan burun Xitoy shirkatlarida yuz berayotgan har xil voqea va hodisalar oq yoqiliqlarning ko'pligi temasida bas munozir bo'lingan bo'lsa, bu yil 5dan boshlab Xitoy iqtisodining vayron bo'lishi kutilmoqda. Analizchilar Guangxi ranglik metall guruhi shirkatining vayron bo'lishi Xitoy iqtisodidagi vayron bo'lishning boshlanishi ekanligini, buning yolg'iz bu shirkat bilan to'xtab qolmaydiganligini bildirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.